To'y sezoni ham boshlanib, sizga mana shunday mebellar aniq kerak bo'ladi. To'g'rimi, kuyovlar? Sizga shu mebelimiz haqida hozir to'liqroq ma'lumot beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Ushbu mebelimiz rangi dollar rangda hisoblanib, haqiqiy klassikani beruvchi ranglardan bittasi. Materiallari MDF, ya'ni haqiqiy MDF dan qilingan. Yonlari esa displey, rossiyskiy displeylardan foydalangan. Videoni oxirigacha ko'ring, narxlar bilan ham tanishtirib o'taman. Matraslarimiz esa ortoped bo'ladi, qaranglar. Juda ham zo'r, ancha-munchaga sifatini yo'qotmaydi. Ayniqsa qaranglar, bularga alohida e'tibor beringlar. Kuyovlar, sizlarga aniq kerak bo'ladi. Bu esa albatta ayollarimizni eng yaxshi ko'rgan burchaklari, ya'ni tremoglar bo'ladi, qaranglar. Bu ham bir dizaynlari alohida e'tibor berishlar mumkin. Xullas, sizlarga narxlari to'g'risida tanishtirib o'tamiz. Bularning umumiy hisobda spalnisi, shkafi, termosi va ikkita kichkina yonidagi termolar narxlari atigi 7,5 million so'mga qilib beramiz. Hozir sizlarga yana bir ma'lumotni beraman. Xo'p, shu orada sizlarga bir narsani eslatib o'tamiz. 7,5 millionning ichida bu troyka stenkamizmi deb juda ko'pchilik savol berishi aniq. Sizlarga hozir aniqlik kiritamiz. Bu alohida, ya'ni mehmonxonalarimiz uchun juda ham chiroyli turadi. Sizlarga komplekt qilib berishimiz ham mumkin. Buni narxiga keladigan bo'lsak, atigi 5,5 million so'm qilib beramiz. Bularimiz 7,5 million so'm, bu stenkamiz troykalarimiz esa 5,5 million so'm. Sizga ham xuddi shunday qulay, narxlari ham yonbob va sifatli mebellar kerak bo'lsa, El Mebelga murojaat qiling. Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, siz izboblarni va uyingiz va hovlingiz izboblarini eng zo'rlarini tavsiya qila olamiz.